Assalomu alaykum. Muqaddas ilm dargohining nurli yo'laklaridan bugun hayot sahnasiga qadam qo'yayotgan aziz bitiruvchilar, ularning orqasida sabr, duolar, mehr va fidoyilik timsoli bo'lgan ustozlar, ota-onalar hamda mo'tabar mehmonlar. Kengasning vitse-prezidenti, psixologiya fanlari doktori, professor Baratov Sharif Ramazonovichga bersak. Aziz mehmonlar, bitiruvchilarimiz, ajoyib bayram tantanasi bilan barcha bitiruvchilarimizni va barchangizni mana shunday qutlug' ayyom bilan samimiy qutlashga ruxsat berasizlar. Buxoro xalqaro universitetida ham qator o'quv binolari. Buxoro xalqaro universitetdan olgan salohiyatingiz bilan qo'rqmasdan qadam tashlasangiz bo'ladi. Barchalaringizni mana bunga quvonchli kun bilan tabriklayman. Ramazonovich Baratovga barchamiz nomidan tashakkur aytamiz. Jamoamiz nomidan o'yinchilarga kuch-quvvat, ilmlari ziyoda, bizni tarbiyalashda, ilm berishda hech qachon charchamanglar ustozlar.